Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan kuzatuvchilar, navbatdagi darvozamiz Qo'qonni Furqatiga keldik. Mana ko'rib turgan darvozangiz. Hop, eni to'ri 5, balandligi 335. Qanot ustiga taxiya qilmadi, lazer qilib berdi. Mana ichkari yo'riq bo'lishi uchun fonda lazer bilan qanot o'chiladi. Qanot ustida lazer taxiya qilmadik. Eshigini o'ng tomonga berdilar, o'ng tomonga oldik. Nerjavekalar sarig'idan bo'lgan. Agar xohlasangiz buni qorasi bor. Boshqa 3-4 xil sveti bor. Xohlagan svetingizdan qo'yib beramiz. Bularni material keladigan bo'lsa 8 ga 6 yo'llari tagi shibellar. Listlari 1-3, 6 ga 4 dan bo'lgan. Buni narxi 500 mingdan 650 ming, 700 minggacha kvadrat metri hisoblanadi. Xohlasangiz qanot tepasini bekitib ham berishimiz mumkin. O'chib ham beramiz, farqi yo'q. Taxiya qilib o'chilmaydigan qilib bersangiz, o'chilmaydigan ham qilib beramiz. Agar videomiz yoqsa, like tugmasini bosib qo'ysangiz degan umiddamiz. Videomizda xato kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.